qon bosimi uchun, ya'ni davleniya deyiladi rus tilida. Gipertoniya zamonaviy tibbiyotda nomlanadi bu kasallik. Bunga foyda qiluvchi ajoyib o'simliklardan biri, ya'ni qon bosimini tushiradi, qonni nihoyat darajada suyultiradi, jigarni ham tozalaydi. Bunga ajoyib o'simlik tavsiya ko'rsataman. Buni bu videomizni telefoningizga saqlab qo'ying va qon bosimi bilan bezovta qiladigan bemorlarga, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Alloh bir sabab bo'lib, ana shu giyohdan bir sabab bo'lib shifo topsa, boshimiz osmonga yetadi. Bu o'simligimiz shoxtara deyiladi. Shotara deydi ayrim ilmalarda. Shoxtara o'simligimiz. Bundan quritib qo'yasiz soya salqin joyda. Quritib qo'ygandan so'ng 2-3 gram, ya'ni 1 choy qoshiqcha to'ldirib, yarim litr choynikchaga choy o'rnida damlab ichilsa, 1 litr, yarim litr kun davomida yuqorida aytib o'tgan kasalliklarga ancha shifo bo'ladi. Hozirgi kunda global darajada bo'lib ketadigan bu davleniya, ya'ni qon bosimi, ya'ni gipertoniya ajab emas, bitta shu giyoh sababli anchagina bir organizm taslim topsa, har doim har xil dorilarni mo'mabiylarimiz, xolalarimiz, yoshi katta buvalarimiz deylik, har xil turli xil tabletkalarni kistasiga solib yurib, vahima bilan yurishdan yiroq bo'lsalar. Bu qon bosim uchun yana qo'shimchasiga parallel ravishda olib borish mumkin. Ya'ni sunnat deb har bir musulmon uchun sunnat deb hisoblangan hijoma va zuluk qo'yishda, ya'ni gruda terapiyani birga parallel ravishda olib borilsa, undan ham yaxshi natija bo'ladi. Va Alisher Abdullayev YouTube kanali, Instagram, Odnoklassniki, TikTok kabi internet sahifalarida telefon raqamlarimiz bor. Bu videoni saqlab qo'ying. Manfaatli bo'ladi. Yanada yaxshi videolarni qo'yib boramiz degan bahorda rejalarimiz bor. Sog' bo'ling, omon bo'ling.